Zamin saxovati deb nomlangan ko'rsatuvimizni tayyorlashda aholi tomorqalaridan samarali foydalanish borasidagi sa'y-harakatlarning hosilasi xususida to'xtalishni maqsad qildik. Negaki bu yo'nalishdagi tashabbuslar yirik ishlab chiqarish quvvatlari iqtisodiyot komplekslaridan kam bo'lmagan darajada davlatimiz iqtisodiyotida muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizda 6 million nafarga yaqin tomorqa yer egalari ixtiyoridagi 502.8 ming gektar yer maydonida dehqonchilik qilinadi. Buning natijasida yurtimizda yetishtirilayotgan kartoshkaning 84%, sabzavot mahsulotlarining 71%, poliz, uzum va mevalarning 60-65%, chorvachilik mahsulotlarining 94% dan ortig'i aynan aholi xonadonlari hissasiga to'g'ri keladi. Ma'lumotlarni Surxondaryo viloyati misolida davom ettirsak, 2024-yilda Surxondaryo viloyatidan 178.5 million AQSh dollarlik meva sabzavotlar eksporti amalga oshirilgan. Bu ko'rsatkichning salmoqli ulushi ayni tomorqa yer egalarining hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkichlarda 200 ming nafardan oshiq aholi istiqomat qilayotgan Sho'rchi tumani dehqonlarining ham ishtiroki ulushi salmoqli sanaladi. Tumandagi 53 ta mahallaning har biri ma'lum bir driverga ixtisoslashgan. Yana bir ma'lumot, hududdagi aholi vakillari azaldan dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lganligi boismi dehqonchilikdagi hosil cho'g'iga oid yangiliklar tez-tez quloqqa chalinib turadi. Davlatimiz rahbarining ko'rsatmasiga asosan Sho'rchida ham tomorqachilikda sayxunobod va uychi tajribalari ommalashtirilyapti. Qolaversa, yil yakunigacha sayxunobod tajribasi bo'yicha iqtisodiy kompleks tashkilotlarning xonadonbay ishlash tizimi asosida har bir mahalladagi xonadonlar uchun moliyaviy paket qilib berilishi belgilangan. Shu asosda endilikda tumandagi har bir mahalla hokim yordamchisi bir sotix tomorqadan kamida 1-2 million so'm daromad degan mezon asosida aholi uchun biznes reja ishlab chiqqan. Shuningdek, mazkur tajribalar asosida viloyatda amaldagi yilda 200 nafar mahalla bankiri va har bir mahallada 724 nafar yordamchi agentlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Mas'ullar hamrohligida Obodon mahallasida shaxsiy tomorqasi 15 sotix bo'lgan Sayyora Normatova xonadonida bo'ldik. Birinchi ekin uchun ochiq maydonga kartoshka ekilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra o'tgan yilda 4 tonna kartoshka yig'ishtirib olingan. Daromad esa 25 million so'mni tashkil qilgan. Oila a'zolari bu yil ikkinchi ekinga dukkakli ekinlarni parvarish qilishni rejalashtirishgan. Obodon mahallamizda 4045 ta aholi soni bo'lib, 625 ta xonadon, ekin ekiladigan yer maydoni 65 gektar. Mahallamiz driveri chorvachilik va dehqonchilikka moslashtirilganligi uchun 2024-yil 992 million so'm oilaviy tadbirkorlik doirasida kredit mablag'lari mahallamiz uchun ajratildi. Mahallamiz uchun 48 ta yangi ish o'rni yaratildi. 2025-yil birinchi choragiga nisbatan bizga oilaviy tadbirkorlikka 228 million so'm ajratildi. 12 kishi doimiy ish o'rinlariga joylashtirildi. Mahallamizda 21 ta issiqxonalar mavjud. Hozirgi kunda mahallamiz 1 yilda 2-3 marotaba tomorqasidan hosil olib kelmoqdadir. Mahallamizning umumiy daromadi 2024-yilda 800-900 tonna birinchi ekinda kartoshka mahsulotlari yetishtirilgan bo'lsa, mahallaning umumiy daromadi 1 milliardga yaqin daromad ko'ryapti xalqimiz. Uychi tajribasi asosida Obodon mahallasida yashovchi Boybo'ri Ro'ziyev chorvachilik bilan shug'ullanadi. U Semental, Goldstein kabi zotdor qoramollarni boqmoqda. Uning aytishicha, buning natijasida bir kunda 20 litr sut olmoqda. Har bir litrni ichki bozorga 5000 so'mdan sotmoqda. Demak, shu hisobda bir oyda 20 million so'm daromad qilmoqda. 450 million so'm kredit oldik. 15 bosh Semental zotli qoramoldan olib keldik Germaniyadan. Hozir shuni ko'paytirib sut go'sht yo'nalishida ish boshlaganmiz. Hozir 50 bosh bo'ldi. Bir kunda 200-250 litr sut topshiramiz sexlarga 5000 so'mdan. Daromadimiz yaxshi, bir 6 kishi doimiy ish bilan ta'minlangan. 100 boshga yetkazish niyatimiz bor. Ushbu hududda ham tajribani ommalashtirishga yo'naltirilgan vazifalar ijrosi doirasida tumanda aholi bandligini ta'minlash va ularni tadbirkorlikka jalb etish maqsadida tijorat banklari ishtirokida har bir mahallaning ixtisoslashuvi va imkoniyatlaridan kelib chiqib biznes rejalari ishlab chiqildi. Hozirgi kunda kichik ishlab chiqarish oilaviy tadbirkorlik subyektlariga 7 ta fuqaro gazi kredit ajratilgan 2025-yil birinchi choragida. Hozir yaxshi kredit mana ishlab chiqarish maqsadligi bo'yicha monitoringlar o'tkazilyapti. Hammasi ish bilan ta'minlanyapti. Ish o'rni yaratilyapti. Mana hozirgi kirgan xonadonimiz dastavval 2021-yilda prezidentimizning qarorlariga asosan 450 million so'm kredit ajratgan edik. Hozirgi kunda bu katta kreditini to'lab bo'lganligi sababli 100 million so'm yana kredit ajratib berdik. Shuni hisobidan yana chorvachiligini kengaytirdi. Bundan keyin yana niyatlari bor. Yana bu kreditni yopib turib, yana kredit olish niyati bor. Biz loyihaga kiritganmiz, yana kreditlarni ajratib beramiz. Bundan tashqari
boshqa fuqarolar ham kreditlar ajratish ko'zda tutilgan. Kam ta'minlangan oilalarga kredit ajratib beryapmiz. Ular ish bilan ta'minlanyapti o'z vaqtida. Baxshitepa mahallasida ham uychi tajribasiga ko'ra tadbirkorlik va biznes bilan shug'ullanish istagidagi aholi bilan manzilli ishlash tizimi asosida ko'maklashilmoqda. Misol uchun aholining tomorqadan oqilona foydalanishi uchun oqova va suv ta'minotini yaxshilash evaziga daromadini yanada oshirish uchun mahalla hududiga 158 million so'm imtiyozli kredit evaziga elektr energiyani tejash maqsadida 40 kilovatli quyosh panellari va nasos o'rnatildi. Hozirgi elektr energiya taqchilligi davrida bu juda ham asqatadi. Bir kunda ishlatilayotgan elektr energiyasini sarfini hisobga oladigan bo'lsak, o'rtacha 801 million atrofida aholimizga elektr energiyasini tejash imkoniyatlarini beryapti. Quyosh panelidan ajralib chiqqan elektr energiyasini davlatga qayta sotish imkoniyatimiz ham bor. Agar o'rtacha kuniga 1,5 million atrofida shartdan qurilganimizni energiya sarfini hisobga oladigan bo'lsak, agar quyosh paneli qo'yilgan vaziyatda o'rtacha 100-150 ming atrofida elektr energiyasi sarf bo'ladi. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, 1,5 milliondan 200 ming sarfimizni ajratadigan bo'lsak, bu bir kecha kunduzda 1 million 300 ming atrofida elektr energiyasi samarali foydalanish imkoniyatini beryapti. Drayveri dehqonchilik va qishloq xo'jaligi bo'lgan Baxshitepa mahallasi fuqarosi Baxtiyor Yo'ldoshev xonadonidagi 7 sotix yer maydonda 4 ta issiqxona mavjud. Birinchi ekinga bodring ekkan, ikkinchisiga esa bulg'or qalampiri va uchinchi ekinga pomidor ekib, shu tariqa yer maydonini almashlab ekishni mo'ljallayapti. Qahramonimiz issiqxonachilik bilan 6 yildan beri shug'ullanadi. 2024-yilda 30 million so'm daromad qilgan, 2025-yilda esa shu kungacha bodring hosili 6 marta yig'ib olindi va har bir yig'ishda 100 kilogramdan ortiq hosil terib olinyapti. Mahalliy bozorga 1 kilogrammini 20 ming so'mdan chiqarmoqda. Shu kungacha 10 million so'mgacha daromad qildi. Mehnati ortidan shukronaligi ortib, bugunidan rozi, ertangi kunidan ko'ngli to'q, tanti xalqning ruhiyatidagi samimiylikka bir e'tibor bering. 5 yil 6 yildan beri issiqxona bilan shug'ullanamiz. Hozir 4 sutlik joyimizga ekkanmiz bodring. Kuniga 165 kilodan 170 kilodan chiqaryapmiz. Shundan 10 million pul qildik hali. Endi bu yog'i ham nasib bo'lsa ko'payadi. Kilosini eng ko'p baland chiqarganimiz 20 mingdan, 18 mingdan, 17 mingdan, bugun 10 mingdan topshirdik. Biz 4 mingta tub ko'chat ekkanmiz bodring ko'chatidan. Shundan yaxshi hosil olyapmiz. Aholining daromad manbaini shakllantirish, ishsizlikni kamaytirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar evaziga yaratilgan qulayliklar mahalla ahlining bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Baxshitepa mahallasi bo'ylab o'rganish va targ'ibot tadbirlarini olib borgan mas'ullar o'z oldilariga qator vazifalarni belgilab olishdi. Oldindan eskidan issiqxonasi bo'lgan, ya'ni faoliyatini kengaytirish maqsadida 33 million so'm kredit ajratilib, 4 stuk yana issiqxona qo'shimcha ravishda qurildi. Hozirgi kunda bodring yetishtirish bilan shug'ullanyapti. Chorchi tumanimizda mahalliy bozorlarda hozir bodring bilan ta'minlab kelmoqda. Hozirda faoliyati yaxshi. Endi bu qish mavsumiga ham tayyorgarlik olib borilyapti. Issiqlik bilan shu ekinlarni ta'minlash uchun qo'shimcha ravishda katelni o'rnatib berish masalasi ko'rilyapti hozirda. Qishda ham keyinchalik daromadni yana qo'shimcha ravishda oshirishi mumkin. Baxshitepa mahallamizda hozirda 8 ta fuqaroga 167 million ajratilib, qo'shimcha daromadini ko'paytirish uchun ishlar olib borilmoqda. Ular faoliyati bilan yaqindan tanishib kelmoqdamiz. Tuman bo'yicha menga Baxshitepa, Baxshitepa 1, Kakan, Saksangapa mahallari biriktirilgan. Fuqarolar bilan hozir har bitta mahallaga agentlar biriktirilgan. Agentlarimiz bilan fuqarolar bilan uchrashib, ularda qo'shimcha daromadini oshirish yuzasidan ishlar olib boryapmiz. Keyingi manzilimiz Qo'shtegirmon mahallasi bo'ldi. Bahodir Qarshiyev xonadonidagi tomorqaga bodring ekilgan. Oila boshi 8 yil tashqi mehnat migratsiyasida ishlab kelgan. U 2024-yilda qaytib, tomorqa yer maydonidagi 2 sotixli issiqxonaga bodring va pomidor ekdi. Ochiq maydonda esa sarimsoq piyoz parvarishlayapti. O'tgan yilda bulg'or qalampiridan 20 million so'm daromad qildi. Bu yilda ham 200 kilogramm sarimsoq piyoz yetishtirishni rejalashtiryapti. Oilaviy va mavsumiy ish o'rinlari tashkil qilingan. Qarshi Bahodir aka 2023-yil xorijdan qaytib kelib, o'zining xonadonida 8 stuk tomorqasidan 4 stukiga issiqxona qurildi. Issiqxonasiga bolgar qalampiri yetishtirdi. 2024-yil bolgar qalampirdan 50 million daromad ko'rdi. Qo'shtirma mahallasining drayveri asosiy dehqonchilik bilan shug'ullanadi 80%. Umumiy yer maydoni ekin ekiladigan 58 gektar yer maydoni bor. 2024-yil 450 million kredit ajratildi. Nasib 2025-yil 800 million kredit ajratib, aholining daromadini yanada ko'paytirish.
Shu o'rinda aytish kerakki, turli tajribalar asosida ko'rsatilayotgan yordamlari natijasida tomorqachilikda katta daromadga kirayotgan mahalladoshlardan o'rnak olayotgan yurtdoshlarimiz soni ko'payapti. Shu mahallada yashovchi Toshpo'lat Eshboyev xonadoni a'zolari ham gulchilik va ko'chatchilik tarmog'ini yo'lga qo'yishgan. Niyatda gap ko'p ekanligini ta'kidlagan boqadoshimiz dehqon yerga bir urug' yoki nihol qadasa albatta niyat qilishi kerak. Nasib uning daromadidan u yoki bu ehtiyojimni to'ldiraman, uy quraman, to'y qilaman deyishi kerak. Shunda hosil barakali bo'ladi deydi u. Bunda esa yangi tashkil etilgan yordamchi agentlarning ko'magi katta. Bu xonadon kichkina joydan ham unumli foydalanadi. Ko'kat ekadi, ozroq bir qarish joyi bo'lsa ham. Biznesga birinchi qadam kreditlari chiqardik. Har bir xonadonga kirib xatlov qilganmiz, monitoring qilganmiz, oilalarni o'rganganmiz, har bir oilani nima qilishga iloji yetadi, imkoniyati yetadi, qancha so'mma bersak nima qila oladi, o'rganib chiqib, shunga qarab kreditlar ajratib, aholini ish bilan ta'minlayapmiz, kambag'allikdan chiqarish maqsadida, daromadli qilish maqsadida. Tolla mahallasidagi aholi xonadonlaridagi yer maydoni 68 gektar 5 sotiqni tashkil qiladi. Muhammadali Xo'janazarov xonadonidamiz. Oila boshlig'i nuroniy yoshda bo'lsa-da, butun umrini tomorqachilikka bag'ishlagan insonlardan biri sanaladi. U kishini nafaqat tumanda, balki respublikada ham yaxshi bog'bon sifatida tanishadi. Salkam 24 sotiqli yer maydonda serquyosh yurtimizning barcha serhosil ekinlari parvarishlanyapti. Ochiq maydonda kartoshka, ko'kat, sabzi va sarimsoq piyoz ekilgan 20 sotiqli bog'ga Gilos va Toshkent viloyatidagi Michurin ilmiy tekshirish instituti filialidan keltirilgan 4 yillik 330 tup nashvati navli nok daraxtlari ekilgan. Bir tup daraxt 15 kilogramgacha hosil berar ekan. Kelajakda dehqon ota yetishtirgan nok hosillarni respublikamizdagi sharbat ishlab chiqaradigan korxonalar bilan shartnoma tuzib yetkazib berishni maqsad qilgan. Nok ekkanmiz Samarqandga, elimiz xalqimizga bo'lsin deb, bu yil 4-yil. 3-yil 8 tonna hosil oldik. Endi ondan ham ko'proq bo'lsa kerak. 230 tup nok bor bu yerda, 20 ta joylashgan. Daromad 8,5 tonna 27 millionga sotdik. Bu yil endi hosilni ko'proq kutyapmiz. Parvarish juda oddiy, yeb qo'yasiz. Suvni uncha xohlamaydi. Gul to'g'ri bir hasharga bir ishlab berasiz, suv yetadi shul. Tushmaydi qurt. Yaxshi bo'ladi, mehnati ham kam. Faqat terib olishi bor. Mahallamizga davlat tomonidan quduq qazib beryapti. Shundan foyda ko'p, suv qulay bo'lyapti. Ishga tushyapti yaqinda. Kechki pomidor yeganmiz, yana savuz yeganmiz. Bu undan tashqari. Bu sal o'sin, gollandskiy buzovgotlashib qo'yib, uni olib kelaman. Kelajakda ko'chatchilikni ham qilaman. Yaxshi sortlarim bor o'zimning, shuni ko'chatib qo'yaman, uni ham xalqqa yetkazib beraman. Imkonim boricha. Shu mahalladagi umrguzaronlik qiladigan Alimardon Mirzanov xonadonidagi issiqxonada yil boshidan gidroponika usulida qulupnay va yer maydoniga qizil lavlagi ekilgan edi. Daromad ham yomon bo'lmadi. Misol uchun qulupnaydan 400 kilogramm hosil olinib, har kilosi 170 ming so'mdan sotildi. Birgina 4 qatorga ekilgan qulupnayning o'zidan 60 million so'mgacha daromad qilindi. Lavlagining daromadi ham chakki bo'lmadi. Lavlagi yig'ishtirib olingach, uning o'rniga ikkinchi ekin sifatida bodring ekildi. Suhbatdoshimiz Alimardon Mirzanovning aytishicha, qishloq ahli uchun bozordan sabzavot mahsulotlarini sotib olish uyat sanalar ekan. Negaki yeri unumdor, suv ta'minoti havas qilarli makonda har bir kishining suhbati mavsumiy dehqonchilik haqida bo'lar emish. Qulupnay ekilgan joy 1,5 sotiq chiqadi hozir. Gidroponika qilib ekkanmiz. 2 yillik ko'chat bu. Hosilni olib qayta ko'karib chiqish uchun zamin yaratib kesib chiqyapmiz. Ko'chat olishga tayyorlaymiz buni. O'zidan ko'chat olamiz. Noyabrda 15-20 atrofida birinchi chiqib boshlovdi. 170 dan, 150 dan o'rtacha shunday sotdik. O'tgan yil ham 2 mingdan sotuvdik ko'chatni. Ondan ham 4 million 5 million daromad qildik. Bizning driverimiz dehqonchilik, chorvachilikka mo'ljallangan. Masalan, ustki joydan 1 yilda 150-200 milliongacha daromad olishyapti. Issiqxonalarda ko'proq daromad olishini bilyapti xalqimiz. Bunga endi davlatimiz berayotgan kreditlar foyda beryapti. O'tgan yili 1,5 milliard kredit berilgan, endi issiqxonalar, chorvachilikka ko'plari murabbiydan xizmat ko'rsatishdan foydalanyapti. Mebel ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan 5-6 ta. Birinchi o'zimiz band qilib, undan keyin yatida ochib, MCHlarga aylantirib, odam sonini ko'proq ishga olyapti-da. Bizda 150 gektargacha aholi tomorqasi bor. Ular yiliga 250-300 tonnalab kartoshka, piyozlarni yetishtirib, ertachi hosildor novlarni ekib daromad olmoqda. Buni iziga yer ham yo'q. Shunday unumdor, daromadli hosil turlarini ekib, oilasiga daromadini yaxshilab ko'tarib bormoqda.
Barchaga ma'lumki, dunyoda tabiiy va toza mahsulotlarga talab har doim yuqori bo'lib kelgan. Bu inson sog'lig'i uchun ham muhim o'rin tutadi. Aytish kerakki, so'nggi yillarda yurtimizda importyor davlatlar talabiga ko'ra Surxondaryo viloyatidan turli xildagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari tez fursatlarda xorijga eksporti ancha o'sgan. Bunday sharoitda esa karantin xizmati dehqonlarga ko'makchi bo'lyapti. Aholi tomorqalarda o'simliklarni himoya qilish xizmatlarini ko'rsatish, agrotexnik chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Shaxsiy dehqon xo'jaliklarining onlayn murojaatlari belgilangan tartibda tezkor o'rganilib, ijrosi ta'minlanyapti. Sho'rchi tumani o'simliklar karantini va himoyasi tuman bo'limi inspektorlari yil mavsum boshidan oxirigacha aholi tomorqalarida yetishtirilayotgan mahsulotlarni kunlik monitoring qilib boradi va bunda biz karantin ahamiyatiga ega bo'lmagan zararkunandalarga qarshi kurashlarni olib boramiz muntazam. Fuqarolarga bizning agroko'makchi ilovamiz bor, mana shularni yuklab berib, tanishtirib o'tamiz. Kerakli tavsiyalarni oladi. Kerak bo'lgan vaqtda bizda inspektorlarni chaqirish tugmasi bor. Bemalol biz bilan chaqirib bog'lanish mumkin. Maqsadimiz iste'molchilarga toza mahsulot yetkazib berish. Viloyat hokimligining ma'lumotiga ko'ra, Sayxunobod tajribasi asosida viloyatda 2025-yilda 868.8 milliard so'mlik kreditlar ajratish hisobiga 724 ta mahallalarning har birida 40 tadan jami 28960 ta mikro-loyihalar birin-ketin yo'lga qo'yilyapti. Buning natijasida 57920 ta aholi bandligi ta'minlanishi ko'zlangan. Uchi tajribasi asosida esa yil davomida 110 ming nafar aholini doimiy ishga joylashtirish va 150 ming nafar fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish belgilangan. Tijorat banklarining barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan 9.2 trillion so'm kredit mablag'lari ajratilishi maqsad qilinyapti. Shundan kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun 5.5 trillion so'm ajratiladi. Albatta, bu tajriba va tashabbuslar mavjud imkoniyatlardan samaraliroq foydalanishga zamin yaratib, aholi daromadini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.